mijozimizda, ya'ni o'zimiz klientimizda shunaqa holat ro'y berdiki, aql bovar qilmaydigan bu Sangro degan invertorni biz yomonlashmayapmiz. Zo'r invertor bu, hamma joyda ishlayapti, muammo qilgan yo'q. Birdaniga buni ichki texnik nosozligi sabab, bu endi o'zlari zavodskoy qandaydir joy nosoz bo'ldi. O'shani hisobiga biz operativ holatda invertorni, ya'ni kimlargadir o'xshab invertor olib ketib, uni 1 oy 2 oy cho'zmasdan shu o'rnida yangisiga almashtirib beryapmiz hozir buni. Mana hozir korobkamiz bor, korobkada yechib ko'rsatamiz sizlarga yangiligini haqiqatda. Mana hozir yechib zamen mahallida, ya'ni almashtiryapmiz hozir. Mana ishladi. Xudo xolasa ishladi zo'r hammasi. O'zi arzon ekan, 15 minutda ish yo'q bitta.